Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Moskva Toshkent, Toshkent Moskva направлениясida yuradigan reysli avtobusda ketish istagida bo'ladigan bo'lsangiz, ishonchli raqamlar ekranlarda. Aziz vatandoshlar, Tojikiston fuqarosi bo'lsangiz ham sizlarni ham olib ketaveramiz Toshkentgacha. Mana akamiz Tojikiston fuqarosi. Aka, telefonda gaplashib keldingiz. Haqiqatan bor avtobus. To'g'rimi? O'zbekiston nomerlar. To'g'rimi aka? Narxi nechi pul aka? 5000 rubl. To'g'rimi? Sizga birov pul qo'shtirmayapti yoki biror narsa qilmayapti. Hamma yo'q, azako'nik aka aytilgan bo'lsa shunaqa bo'lyapti. To'g'rimi aka? Men ekranga qarab turib, nima deb qo'yasiz endi hamyurtdoshlarga? Kelinglar mana bor ekan haqiqatan. Ishonchlimi ekan aka? Bo'ldi aka, sog' bo'ling, salomat bo'ling, inshaalloh sog' salomat yetib oling aka. Sammy glani avtobus yoqdimi aka? Yo'q. Like bosishsinmi? Podelitsa qilishsinmi? Ha, bo'ldi, podelitsa qilish yuborsin hammaga. Ishonchli avtobuslar, aziz vatandoshlar, kimda kim shunaqa ishonchli avtobuslarda ketish istagida bo'lsa, kassa raqamlarni ekranlarga qo'yib qo'yganmiz, bemalol telefon qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.